Men Umurzakova Namunaxon 81-yilman. Uchko'prik tuman Guliston qishlog'idan keldim. Shu ancha yillardan beri boshimda og'riq mana shu qo'llarimga berdi-da. Asosan shu boshim bilan qo'limda. Boshim og'riganiga ishda ham juda haligi xaridorlarga ham bunday gaplar gapiradigan bo'lib ketsa ekanda. Yo, hozir yaxshiman, mana bir hafta bo'ldi kelganimga. Endi Begzodjon doktorda menga tavsiya qilishdi. Ko'p klinikalarda davolanganim uchun davo istaysiz-ku, har joylarga borib ko'rdik. Xususiy klinikalarga, mana qizlarim Toshkentlarda ham davolanib keldi. Meni zo'r klinikalar bor dedi. Mana shu qo'limda og'rig'i yo'q-da, shunga xursandman. Keyin kayfiyatim ko'tarildi. Umuman kayfiyatdan tushib ketganman-da, qandaydir asab kasalligigami bilmayman. Yo'q-da, qandaydir kayfiyat yo'q edi menda. Xo'jayin faqat siz yaxshi yursangiz bo'ldi derdi. Aytganim qilgan farzandlarim hamda hammasi. Faqat siz biz uchun yaxshi gapirib, masalan, kulib tursangiz bo'ldi. Mana shu Toshkentdagi qizlar mana shu doktordan ham 11 marta, 15 martadan telefon qilardi bir kunda. Ayamni kayfiyatini ko'taring, ayam yaxshi bo'lsa bo'ldi biz uchun. Yo, mana 3-kuni gaplashib, ayam yaxshi, doktorning nomerini bering menga dedi. Doktor bilan ham gaplashibdi. Yo, yaxshiman. Yaxshi tarafga o'zgarish bor, o'zim sezyapman-da. Odam o'zini sezadi-ku. Men sezyapman-da. Yoshman, hali bu yoshingizda men 44 ga kiryapman. 44 yoshingizda bu kasallik sizda yo'q-bor harakat qilishingiz kerak-da deyapti. Siz hali ko'p keraksiz farzandlarga, oilaga deb shuna deb yaxshi motivatsiyalar berdi-da menga. Shu holatlar masalan, haligi nimaga bunaqa og'riyman, hayotdan qandaydir bezib ketasiz-da, boshqa ishga qo'lingiz urganingiz kelmaydi. Masalan, oilaviy sharoitim rosa yaxshi-da meni. Xo'jayinim ham yaxshi, farzandlarim hammasi o'qimishli, mana uyli joyli bo'lyapti-yu. Lekin nimagadir tushkunlik holatim bor edi. Shu boshim og'rigani, boshimda biror narsa bormikin deb ham o'ylardim mana. Yo'q, u narsalar yo'q, rosa yaxshi ekanman. MRT qilgizdirdi, hamma yo'q, yaxshi, shu davolanish nimasini olib borasiz dedi. Yaxshiman. Allohga shukr. Men kelgan kunim juda ahvolim yaxshi emas edi. O'zimga qaramagan, oynaga ham qaragim kelmasdi. Ayol kishi masalan birinchi oynaga qaraysiz. Mana hozir o'zimizga va ayol kishi o'ziga shunday qarash kerak. Shu ahvolim qandaydir hayotga qiziqishim qandaydir so'nib borganga o'xshardi-da. Endi yo'q, yaxshi mana hozir. Bir haftada shunchalik natija men uchun katta yutuq-da. Lecheniya qilganman. Unda ham og'riq qolgan, lekin menga bunaqangi motivatsiya bermadi. Lekin bundan endi baytdan zo'r sharoitlarda yashagan bo'lishim mumkin, bir hafta 10 kun. Lekin bunaqa davo topmodim deb o'ylayapman. Men davoni yaxshi topdim deyapman hozir betda. Shu klinikada shuna deb o'zim shuna deb his qilyapman hozircha. Og'riq qolgan edi, ham og'riq qoldiradiganlar bilan og'riq qolganda endi og'riq qolgan, davolanganman. Keyin men chiqib ketay turganimda bunaqa kayfiyat bilan chiqib ketmaganman. Men o'zimda qandaydir hozir yaxshiman degan kayfiyatda turibman-da endi masalan ichimda qandaydir yaxshi bo'lib ketasan deyapti shayton. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketaman. Tapmay-tap kelsam yaxshi bo'lib ketaman degan niyatim bor. Avval Allohdan. Dardni bergan Alloh, shifosini ham Allohimiz bersin. Begzodjon sababchi. Men Begzodjon keldik, ochret bo'lar ekan Begzodjonim. Keyin kirdim, ochret bilan kirsam, keyin o'sha keling deb qanaqangi shikoyat bilan keldingiz dedi. Shunaqangi desam, keyin aytdi ko'rdi. Ko'rib, "Opa" dedi, "MRT qilaylik" dedi. MRT qilib, keyin shunga qarab natijani aytaman. Qaytingiz og'riyapti dedi, mana shu tarafim juda yomon og'riyapti, oyoqqa ham beryapti dedim, tortib dedim. Birinchi boshim dedim, keyin nimam dedim. Qo'llarim dedim. Desam keyin MRT qilib kelasizlar dedi. Keyin o'sha nimani berdi manzilda. MRT qilib keldik. Abitdan keyinga yetib keldik 2 soatda. Iloji boricha yotmasangiz bo'lmaydi dedi. Xo'jayin aytdiki, uyda davolansa ham bo'ladimi? Medsestrasi bor buni dedi. Dedi, "Opa, aka, opam kerak bo'lsa, shu yerda davolating. Bir taraf ishlamay qoladi. Oxirgi pozitsiyaga borib shol bo'lib qolish nimasiga olib boraman. Mana sizga eng nimasini aytsam" dedi. "Mana shu taraf ishlamay qoladi" dedi. Haqiqatda qo'limda ishlatilmay qoldim-da. Qo'llarim ishlayapti, Xudoga shukr. Qo'llar ishlayapti mana. Qo'lim tepaga chiqmasdi. Mana shu yo'nalishga zo'rg'a olib kelardim. Shunda ham og'riq bilan.
Mana bemalol hozir orqaga olib o'tyapman qo'limda. Endi bir haftalik natija yaxshi menimcha. Qo'lim yaxshi. Og'riq qolardi, lekin qo'lim bu darajada meni tepaga chiqib, masalan, boshimni ushlagan, ro'molimni o'ragani ham qiynalaytiribdi. Ro'mollarimni bemalol o'rayapman hozir. Ro'molimni o'ralmasdim. Qizlarga bir tarafini kirgizib qo'yinglar deyardim. Dek tortib olaverardim keyin. Qaypog'imni kiygan qiynalardim, oyoq, qo'l og'rigandan. Mana qo'l orqalarimga o'tkazyapman qo'limni. Qo'lim orqaga o'tmasdi. Natijam yaxshi. Allohga shukr, natija yaxshi. Endi masalan bizga o'xshab shifo izlay turganlar ko'p. Avvalo Allohdan, keyin Begzodjon sababchi bo'lib qolishi mumkin. Men ham masalan ko'p klinikalarga bordim-da, endi shifo izladim, to'g'risi. Meni qizim 2004-yil shu kasalga nima bo'lganman-da, endi o'shandan beri davolanaman-da masalan. Shu klinikalar oqtaraman, davolanaman, uyda davolanaman. Mana hozir chetda bo'ldim, manzilda. Yaxshi, iloji boricha imkoniyat qidiringlar. Odamni joni o'ziga kerak. Kelinglar mana shu yerga, mana Begzodjon yaxshi, medsestralar juda yaxshi, muomalalar yaxshi. Imkoniyat boricha kelib davolaninglar. Mana shu izlanib, davo izlay turganlarga men mana shu klinikani tavsiya qilaman. Men davo topganim uchun tavsiya qilyapman. Meni birov haligi betga kelsin degan nimani aytgan yo'q, men davo topdim bu yerdan. Endi kenglar imkoniyati borlar kelsin. Mana shu davo izlab, O'zbekiston bo'yicha qidirib izlab yurganlar kelsin. Juda qo'li yengil shifokor ekan. Yaxshi, yosh mutaxassis, yosh kadrlarga imkoniyat berishimiz kerak. Hozir o'zidan so'rasangiz aytadi, "Kirib, siz doktormisiz?" dedim men. Chunki men doktorlarni juda ko'p ko'rganman. "Opa, siz dangal ekansiz, asabiymisiz?" dedi. "Siz doktormisiz?" dedim. "Doktorga o'xshamayapmanmi?" deb kuldi u menga. "Siz doktormisiz?" dedim. "Kirib baq." Desam o'zi ham kulvordi. Endi izlanib mana shu yerlarga kelibdi. Iloyim Alloh umrini bundan ham ziyoda qilsin. Bemorlarga shifo berishdan charchamasin. Shu endi davo topganim shu. Nima qidiray turganlar shu yerga kelsin. Dardiga shifo bor. Xudo xolasa yaxshi bo'lishga harakat qilamiz. Yaxshi bo'linglar, hamma sog' bo'lsin iloyim. Qo'qon shahar, Uchko'prik tumani, Davlat xizmatlari 2-qavat.